Biz mana bu hacker ishiga qarshi qilyapmiz. Mufti hacker ishi yaxshi bilmaydi. Hemen qani bizga birinchilarda mana bular bizga yordam berishadi. Mana uni kichiktirib. Hacker ishini bilmaymiz, lekin uni aniq kuchli bo'lsa kerak. Shuncha men qo'rqamdim, mana ularni kuchaytiribdi deyapman. Qo'rqib ketganman, lekin obunachilar rostdan qo'rqyapman. Bitta kamonchidan ham ochamiz. Hadi bo'ldi, o'yinga qaytdik. Qani biz yutamiz. Qani odam ochiq. Qani endi qaraman ular. Ana attirasan lekin. Hacker ishi. Chiqaran hammasini otaman desang. Men hammangdan zo'rman, oq boshingdan ham. Hazillashyapti obunachilar. Olg'a, madad kuchini unga ko'rsatib qo'yish kerak. Bilatinglar endi. Mutkamanchiga qo'yinglar. Yo, qochinglar. Ana endi shoshinglar. Qochinglar, ana endi shoshinglar. To'xta, men osdan o'lmayman bunchalik. To'xta, hammasi chalkashib ketdi. Yo'q. Aslida bunday bo'lmasligi kerak edi. Men yutishim kerak. Kechir chaqmoq. Shunam chaqmoqni ishga solamanmi? Obunachilar! Ana endi bu ko'radi. Ana obunachilar, tasavvur qila olmaysiz, men uni yutdim. Shunga qo'shib beraman. Men qo'shib bersa aziydi. Obunachilar, hey, esingizdami? Azar ko'rsataman. Buni patibari bo'ldi, qildim. Pishdi, ana vaqon. Qo'shirishim ekan. Hadi bo'ldi, chiqamiz. Nima bo'ldi? Bundan hey, esingdami? Hey, obunachilar, bundan boshlayotgandik qabul. Ana endi qaranglar. Akam shamnimdi-ku. Mana shuncha kuchayib ketdik, mana obunachilar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana shuncha kuchayganimiz uchun like va podpiska va obuna tashlab qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Mana bu o'yinda siz shunday kuchayapsizmi? Buning ismi Steak War. Nomini balkim. Keyingi videolarda ko'rishguncha. To'xta, ko'rishguncha dema. Biz ko'rishguncha emas, xayr deb qolamiz.